barchaga salom qo'yinglar sizlar bilan. Cheater. Xush kelibsizlar mening yangina videoyimga. Hop, bola o'rtada uzish bo'lib qolgani uchun kechirasizlar. Hop, mayli. Temirlar bitishdi, pashti. Bola, bu safar ham biz full set temirmiz endi biz. Kelganini yo'yaman. Mana ikkita sandig'imiz bu tarafga turadi. Endi bu yoqqa bulishnik. Endi bu yerda eksal eshik bo'lmaydi. Mayli, davom ettiraveraylik. Asosiysi full set bu oldik. Bola, prosmotrlar вообще ulyotib ketyapti. Kechagina qo'ygan videoyimni prosmotr вообще. Chutki sizlar odammisizlar. Mayli, prosmotrlarni qas tushib ketmasin. Qancha ko'p prosmotr, like va obuna bo'lsa, men shuncha ko'p video chiqaraman. Bir sagon oltita bemalol ortib yetib pushtimizga yetib ketadi. Yo'q bu. Bu taraf eshik bo'lsa-da. Tak. Tomni yopishga bizga polablok kerak. Polablok. Ko'proq polablok kerak bizga. To'tiqush o'xshab qaytarayotganim uchun uzr, no, rostdan ham polablok kerakdi. O'zim aytib ketib qoldi, past aqsam ham bo'ladi-ku. Bugun biz mana shu uyni bitirishimiz kerak. Chunki bola, biza bu orolda hali dahshat fermalar qurib tashlashimiz kerak. Temir esa aniq momo emas. Aniq emas. Вообще momo emas. Yetmadi polablok. 12 ta. Menimcha ko'payib ketdi-yu. Ikkitaga ortib qoldi, yaxshi. Nima ham qilardik? Endi yil savoli. Bundan qo'yamizmi yo bulishnik? Hop, mayli, birinchi marta buz tashlash kerak. Uyimizda hozircha yaxshiroq chiqyapti deyishimiz mumkin. 4 yo'q, 5 ta versak bo'lib ketdi. Bizga yana ko'proq yog'och kerak bo'ladi. 4 daqiqasi ketadi, yaxshi. Bular sindirib olamiz. Uy dizayn bo'yicha spetsialist oldimizda o'tiribdi. Hop, pastga pechka qo'yish kerak ekan. Yaxshi, hozircha manzara yaxshiroq. Endi bizga bu tashqarida hech narsamiz qolmagan.
Endi biz nima konga tushamizmi? Konga ya, pryamoy konga. O'zimizda kon bor. Tushishga qani o'sha? Qani o'sha kon? Nay, tejini ish olamiz. Mayli, xo'sh, bu tarafda hech narsa yo'q. Qumbuz beramiz. Yo'q, suv kirdi, la'natli suv kirdi. Suv kirdi. Suv kerak emas bizga. Nu, cho'si bo'ladi bu bilan. Yo'q, qo'y. Qaysi gurga tushib ketdik endi biz. Hoppa. Nu, zato bu oltinlar bor ekan. Versak qo'yamiz. Yetadi. Bo'ldi. Valla bizda 3 kun biza уже hamma narsaga erishib oldik. Yo, pasta lava bo'lgan ekan. Allanati. Qaqir yasamayapman. Yo, oltin kerak bo'ladi, chunki oltin olmay. Pastga qarab kavlamaslik kerak. Minecraftda birinchi qonuni ko'p. Yo'q, aytdim. Bolalar mayli bitta xitralik qilib qo'yish kerak. Bilasizlarmi, sal qolsa nima bo'lishini bilarmi deylar, ey. Nima bo'lsa bilarmi deylar. No, menga damlama kerak edi. Shuning uchun ham oldik. O'tdik, oltin olmayman, xavotir olmanglar. Damlama olsam bo'ldi, yetadi menga. Cho'lamiz. Butununaqa. Bilasizlarmi? Nima ko'z oldimdan o'tib ketganini? Ishoninglar, shunaqa shok. Sog' seni shokka tushirdim. La'nati. Biram shunaqa isqir turadi bo'ladi. Pastga qarab ko'r. Yo, tushib ketdi. Yo, men ham tushdim. Hozircha bu bizga qo'rqinchli emas. Chunki bizda damlama bor. Qancha chiqish kerak edi? To'qsaychi. Mayli bola, kondan chiqamiz, aka ko'rishamiz. Bolalar, men tepaga chiqib ketdim. Navbatda spawner topib oldim. Spawner yonginamizda turibdi. Skretlar spawner ekan. Yo, bu yerda temir bor ekan. Juda ham ko'p temir bor. Mana endi pastga tushish kerak. Bu yerda hali mob ferma qilaman. Qaysi tarafga bo'ldim?
İyi. Hop. Mayli bolasi, shu yerda videomizni tugatib, barcha tomoshachi addushi rahmat, salomlar, kider bola barchaga xayr.